Sizlar mamlakatlar endi mamlakat fillarni, qo'lim kirib ketmadimi? Mamlakat fillarni yoki mamlakat do'stlar zeleniy zaborlarni endi o'zimizda qilishyapti do'stlar. Bu narsani Xitoydan olib kelishardi, Turkiyadan olib kelishardi. Endi o'zimiz do'stlar, mana shunaqa tadbirkorlar o'zimizda borgansiz. Sezyapsizlarmi? Mana shu oxirgi 10 yil ichida boru O'zbekistonda yorvorincha hamma narsa rivojlanibdi do'stlar. Mana shu O'zbekiston uchun ham like qo'yib Malades Oybek deb yozishga, kommentariy yozib berishni eslanglar chiqmasin. Do'stlar, sizlar uchun men Grenville'ga kelganman. Bular o'zimizda shetda oddiy setkani o'rniga, ya'ni zeleniy setka ishlab chiqarishyapti do'stlar. Zeleniy zabor ko'ryapsizlar. Yam-yashil bo'lib turar ekan. Bu zo'r tomoni aytaymi? O'zlari ham aytib olishdi. Nobodali xo'jayinlar, rahbarlar, prezidentlar kelib qolsa, bitta ham devoldi, bu o'nash kerak bo'lsa, haligini kraska qil, ohli bu deganiga shuni olar ekan. Tap aytib miqlab qo'ysangiz, yam-yashil zabor bo'lib qolar ekan do'stlar. Voy, mazzami? Mazza. Qatga ishlatilar ekan buni, hozir biz bilib olamiz. Asosiy prezident kelishiga ham ishlatilar ekan. O prezident bari ko'rmasa-ku, Noboda prezidentimiz ham ko'rib qolsa, Shavkat Miromonovich like qo'yib, biz ham padeshga qilib olamiz tad blogerlarni. Keling aka. Alhamdulillah. Assalomu alaykum. Grenville rahbari Sherobod aka, bo'shi yaxshi orqa tomon ko'rinmasa ekan, ikki tomon bir xil bo'lar ekan-a? Bir xil bo'ladi aka, ikki tarafi ham. Bu endi bu haligi nima desam endi haqiqatan yangilik bo'lgan narsa. Biz buni to'g'risini aytsam qimmat mehmonxonalarda ko'rganmiz. Buxoro shahrida Zahiy Zarafshon degan mehmonxona bor. Ana birinchi marta ko'rganim o'sha yerda ko'rganman. Ya'ni Zahiy Zarafshonda bu Nasriddin aka buxorolik bizlarning ustoz bo'ladi. Dollarda manimcha milliarder bo'lib ketgan bo'lsa ham kerak endi ustoz vaqti yorvoradi. O'sha ustozni mehmonxonasida ko'rganman. Buxorolik bo'lsa shetda biz kommentariy yozib olib, basenni oldida shunaqa qilingan. Buni aka qatga olishyapti aka buni. Bu asosan aka dachalarga, bog'chalarga, kafelarga, keyin bu hovlilarga yopish uchun olishyapti. 3 yil garantiya beramiz mahsulotimizga. To'kilmaydi, rangi o'chib ketmaydi. Nimadir bo'lsa almashtirib beramiz. Kompaniya hisobidan aka 3 yilga bormasdan. Hop, buni alohida hozir gaplashamiz. Sherobod aka, hozir ana soya setkalar trendda bo'ldi rosa. Soya setka ishlab chiqargan bu yil menimcha hammasi nimadan 5 ta mashina olgan bo'lsa kerak, tomga qilishyapti. Ya'ni uyda oldiga, navislarga qilishyapti. Buni ham o'shanaqa ishlatsa bo'ladimi aka? Bo'ladi, bemalol bo'ladi. Navislarga faqat tagini baquvvatroq qilish kerak. Qorda ya'ni boyagi oqib qolmasligi uchun tagini profil bilan yaxshilab bekitadi-da, keyin buni ustidan qo'ysa yam-yashil. Qor tushsa yana ham og'irlashib ketadi-da. Mana qor deb qolamiz, bitta savol, hozir garantiya haqida gaplashdik. Bu qorda, quyoshda, ko'chada turganda o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? O'zgarmaydi aka, garantiyasi bor. Va ko'chada qo'yishyapti, u bu joydan olib kelib sotishyapti. Ko'chadan olishayotganlar 4-6 oyga bormasdan bizniki bilan faxrlanmayapti, adashtirib qo'yapti. Bizning Grenville mahsulotimiz ofitsialni o'zimizda ishlab chiqariladi. O'zbekistonimizda ishlab chiqaryapmiz. Bu 3 yil garantiya beramiz. 3 yildan buyog'iga 5-6 yil bemalol sizga xizmat qilib beradi. 3 yil ichida Nobodi sarg'ayib nima qilib ketsa, almashtirib berasizmi yangi qilib? Kompaniya hisobimizdan almashtirib beramiz. 3 yilga bormasdan. Do'stlar, hozir akam ko'rsatdilar. Men shu savolni videodan oldin bergandim. Ya'ni 3 yil ichida aka mana o'zi aytyapsiz, go'ho joylarga borsa 6 oy, 8 oyda bunday qilsa to'kilib ketyapti. To'g'risi, siz to'kilib ketmaydimi yoki o'zidan o'zi to'kilib ketadiganlar bor. To'g'risi, o'zidan o'zi to'kilib ketganda ham to'g'ri setga borib qoladi. Lekin qolmaydimi desam, aka mana videomiz bor. Bizning Grenville'imiz rangi boshqa endi Xitoydan kelayotganlarga nisbatan jicha ochiqroq bo'lar ekan-a? Ochiqroq. Keyin zinchligi ham zinchroq bo'ladi. Ha, zinchligi ham zinchroq. Mana shu yerda ekranda biz videoda qo'yib ketyapmiz. Aynan Grenville rangini solishtirgan do'stlar. Xo'p, endi uni to'kilib ketish sababi nimaga? Material shunaqami yo nima deyman misol uchun? Sababi materiali PVC bo'ladi bu. PVC o'sha materialida bo'ladi. Asosiy to'kilib ketishi sifati materialda bo'ladi. Qanchadan beri ishlab chiqaryapsizlar buni? 4 yil bo'ldi. 4 yildan oshyapti. 4 yilda ham tajriba ancha oshib ketgan bo'lsa kerak. Loydan suvdan qo'rqmaydi dizmanga. Yo'q. Uka loyda olib keling. Qo'rqmaydi, loyla o'raveraman aka. Bemalol aka. Birinchi. Biz endi hali rahmatli ukamdan qolib ketgan loyda sachin, suvda sachin deb boshlaymiz hamma narsani. Bu safar uni boshlamadik-ku. Aka mana loy qilib tashladim. Endi bu narsa ko'chada turgandan keyin xolamasa bo'ladi uka. Bemalol sepib yuboravering. Sepib tashladingiz-a? Ko'chada turgandan keyin loy bo'ladi, suv bo'ladi aka, chang tushadi. Yomg'ir.
Suvda yuvsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Bemalol yuvib To'p, tashlasangiz zo'rta olib bo'ladi. qo'lim yuvib olay keling. Rahmat. Qani sepinchi? Vahsha ichidagi simi bor. O'sha simi zanglab ketmaydimi aka? Ichidagi simi 1.6 lik atsinkovka sim bo'ladi. Ha, Suvdan qo'rqmaydi. Atsinkovka bo'ladi, chirmaydigan sim. Xo'p, endi mana endi paqirlab suv sachdik, biz o'zbekchilik karchillab. Karchidan qo'rqadimi, qo'rqmaydimi? Karcherda yaqin olib kelsangiz, to'kib tashlashi mumkin. Uzoqroqdan kranda sepib tashlaysiz bo'ladi. Ya'ni shlenkada sepsangiz bo'ladi. Tavsiya shlankada yuvish. Tavsiya shlankada. Shlenkada yuvib tashlasangiz, Buni qo'yib ko'ring, do'stlar, buni har xil metri bor ekan. Mana hovliga metrni chiqarib o'rgansa, metr mana yarim metrlik ham bor ekan, 1 metrlik ham bor ekan. 50 santimetrdan boshlab balandligi 2.30 gacha razmerda chiqarib beraveramiz. 2.30 gacha bemalol zakaz bersa, shu zakaz asosida chiqaraveramiz. Mana shu 2.30 mana o'ta. Mana shu 2.30. 2.30. Ha. Anakonda qilib beravergansizlar-da. Bu nima u anakonda? Ilon anakonda. Ilonni. Hayvonlarimiz ham bor. Hayvonlar do'stlar, anakonda deganim do'stlar ilonni qo'yib. Nima ilon qildi, kimdir zakaz qildi buni? Ya o'zim bolalar qiziqishganmi? Zakazga hisob qo'yganmiz. Ha, zakazga hisob qo'ygan. Endi men bilmayman, ilonga nima qiziqasa do'stlar. Endi har bitta erkakning uyida o'z bittadan bo'lsa kerak hammada. Uylangandan keyin paydo bo'ladi. Yo ilon bo'ladi, yo yana nima bo'ladi do'stlar, kommentariy yozib qoldiringlar. Demoqchimanki, bu yerda har xil turdagi aynan o'sha zeleniy zabordan materialidan hayvonlar qilib berishyapti. Mana bu kuchuvcha do'stlar. Kuchuvcha, menki gul to'yli kuchuvchaga gulni qo'yib bergansiz, mazza bo'lib chiroyli bo'lib turar ekan. Endi bu filni avani qattiqroq ushlab tushib ketar ekan bu. Ushamay qo'yavering. Endi buni qatirish kerak ekan. Qatirish kerak yerga. Xo'p, bularda ham zakazga yasab berasizlarmi yo nimami? Zakazga ham yasab beraveramiz. Zakazga yasab beraverasiz. Bu yerda mana nima deydi o'zbekchasiga? Nasorok deydi ruschasiga, o'zbekchasiga nima deydi buni? Karkidon. Ha? Karkidon. Karkidon yo biz o'zbekcha dehqoncha qiladigan novvosda endi. Biz novvos deydimi? Aka bizda bunaqa nima? Buni qo'ygandan keyin yosh bolalar tepasiga chiqadi, o'tiradi. Endi men chiqmayman, men 100 kiloman, lekin bolalar 30 kilo, 40 kilo bor, 15 kilolar. Hech narsa qilmaydimi? Yo'q, hech narsa qilmaydi. 30 kilo, 40 kilolik bolalar chiqsa bo'ladi. Agar 1000 kvadratdan oshadigan bo'lsa, bonusiga beraveramiz shuni bitta. Bonusiga podarka qilib yuboramiz. Podarka qilib yuboramiz. Bo'l, oyga qolsa obunachilarga bonus bor ekan, do'stlar. Kuchuklarchi, kuchuklar. Kuchuklardan ham podarka qilib yuboramiz. Podarka qilib 1000 kvadratdan oshadigan bo'lsa, xo'p, alohida o'zi necha pul turadi bular, masalan, mana uni o'zi? $200 turadi. Ha, $200 turadi. Bu yerdan $200 podarka qilib yuboramiz. Ikkita kaldan podarka qilib yuborishgan do'stlar. Kaldoniga kirkidon berib yuborishgan do'stlar. Mana novositdan kirkidon, mana tepada bor ekan. Bu ham chiroyli. Bunga ichiga svet ham qo'yib beraverasizlar, namozni to'qayotgan paytda endi kechasi yongani. Kechasi yongani qilib beraveramiz. Biz o'zi qildirishganmi kechasi, masalan, dachalarga, nimalarga qo'yib bersa chiroyli tursa kerak bu. Hali uncha ko'p nima qildirgani yo'q, qilib beramiz. Bu ham o'sha bemalol yuvib, netib, qilishaveradi. Shu materialdan ishlatilgan bu ham. Yuvib ishlataveradi buni. Bemalol ishlatib qilaveradi. Zo'r. Do'stlar, yangilik mazdami? Mazda. Bundan tashqari ranglari ham bor ekan. Bu ranglarni ham chiqarib beraverasizlarmi? Bundan ham chiqarib beraveramiz. O'zi menimcha eng yaxshisi hadovoy yashil ekan deyman. Yashil hadovoy. Joy tanlamaydi-da. Joy tanlamaydi. Bunisi sirega yo o'zi shunaqa sirey bo'ladimi bu? Bir xil aka, bir xil. Bir xil. Prosta yashil bu oq bo'lgani uchun sirasiz bilinyapti-da, mana qizilsiz. Qora вообще zichga ko'rinyapti. Qora ham yaxshi ekan-a, lekin buni qattiq ishlatishadi-ku buni olsa. Buni asosan dizayniga qarab, kimgadir qora yoqadi, kimgadir oq yoqadi, joyiga qarab. Lekin oq bilan qorani aralashtirib, misol dizayner bitta gul chiqarib bersa, zaborga uni bundan tashqari bu sarig'imizdan yozuvlar ham qilib beryapmiz. Ha, yozuvlar ham qilib beryapsiz. Yozuv qilib beramiz. Mana bu devorlarga zakaz tushadigan bo'lsa, to'yxonalarga, kafellarga yozuv ham beraveramiz. Ha, u ham bor ekan do'stlar mana. Xo'p, endi hammasi mullajiring ham. Eldorado do'stimiz reklama qilganda hamma so'kib tashladi. Mullajiringni gapir do'stlar. Mana mullajiring jaypiga keldim. Necha puldan sotiladi bular? Kvadratga sotiladimi? Rulon sotiladimi? Kvadratga sotiladi. Kvadratimiz $11. 1 kvadrat metr. 1 kvadrat metr $11. $11 dan. Dastavkasi qanaqa buni endi? Dastavkasi kelishilgan holda Toshkent bo'ylab dastavkasini bepul qilib beramiz. Tekin Toshkent bo'ylab. Kattaroq ob'em oladigan bo'lsa, kelishib dastavka qilib beraveramiz. Qo'shni davlatlarga ham chiqarib beraveramiz.
qo'shni davlat endi qaysi tomon? Qirg'iziston, biz endi Tojikiston bu yerda yaqin olmaliqqa. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston Uni ham yo'li bor chiqarib. yo'li bor chiqarib yuborishga, chiqarib beradi. Qo'shni davlatlar, qo'shni bormi sizlar? Shetda bizda Tojikiston bapesh kommentariyaga uringlar, like deb, bolalar kim Qozog'iston, kim siz qaysi shahardansiz? Bizni ko'ryapsiz. Mana shu videoda qo'llab-quvvatlash uchun like qo'yib, kommentariyaga malades oyib deb bosib berish eslaridan chiqmasin. Endi buni bitta endi Zeleniy zabor deyishar ekan. Kimdir ko'rgan boshqa davlat, boshqa shaharlarda to'g'risi. Sizlar nima deysizlar? Nomi nima buni boshqacha? Menga misolcha o'zbekcha qilayotganda yashil devor, to'g'risi. Zo'r narsa ekan. Yo'qdi. Endi puliga yarasha puli qimmatmi, arzonmi? 11 dollarga nima deysizlar? Chunki 1 metri 11 dollar ekan. Endi hozir ochganimi? 20 dollar bo'lyapti-da. Buni hovli uylarga, nimalarga qilsa bo'ladi. Asosan qatga olishadi aka buni. Asosda Bog'cha dedingiz. Bog'cha, restoran, dacha, hovlilar yopish uchun. hovlilarni yopish Keyin uchun. devorlarni yomon ko'ringan joylarga devorlarga qotirsa bo'ladi, bemalol. Hali ishlataversa bo'ladi. Ya'ni hozir aytganingizdek, xunu devorlar bo'lsa, Ha, xunu. xo'jayinlarga esa, kattalarga esa strazi bekitib olgani oson. Oson. To'g'risi, bu ham omala zo'r ekan, do'stlar. Ustanobkasi oson aka, ustanobkasida muammo yo'q. Bu aytdim-ku, juda qulay tomoni mabodo tezda to'y qilmoqchi bo'lsangiz yoki mana tezda mehmonlar kutadigan bo'lib qolsangiz, zo'r yechim aka, shuni olasiz, bushket qoqib qo'yasiz, bo'ldi. Faqat bitta narsa buni devorga qoqilgan holatda yuvib bo'lmasa kerak, buni yuvib bo'laveradi. Bo'ladi. Uning uchun devoringiz ham mo'yshi bo'lishi, uni ham hisobga olib qo'ying. Yana devorga qoqib qo'yib, bir mo'yshini devorni shaqillatib o'rsiz, bu devor orqasi qumsuva bo'lsa, rasos ketadi uni. Qumsuva nima qilinmaydi do'stlar. Endi hali biz reklama qilgandek travitin, marmarino, farmarinolar qilsa ham, shu karchalasa ham bo'laveradi, lekin bunda orqasini salafan yoki nima qilib qo'yishga tavsiya qilinadi. Aka, Alloh rozi bo'lsin, kuch-quvvat bersin do'stlar.